Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risidagi Prezident farmoniga asosan Jizzax viloyatidagi G'allaorol Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti faoliyati takomillashtirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Lalmi hududlarda istiqomat qiluvchi insonlarga nisbatan osmonga qaragan xalq deya nisbat berishadi. Bejiz emas albatta. Boisi bu hududlarda tuproqqa qadalgan urug'ning unib chiqishi-yu rivojlanib hosil berishi yog'ingarchilik bilan bog'liq. Qolaversa, lalmi dehqonchilik ilmining rivojlanishi ham erishiladigan natijani belgilaydi. Hozirgi kunda lalmi sohasida ilmiy tadqiqotlar olib boriluvchi muhim markaz Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutlari faoliyatini yanada takomillashtirish talab etilmoqda. Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida 2000 gektardan ziyod lalmikor yerlar mavjud bo'lib, bu yerda 21 ga yaqin ekin turi bo'yicha seleksiya va agrotexnologiya ishlari olib boriladi. Bu yerda bug'doy, arpa, tirtikali, moyli ekinlar, dukkakli ekinlar ekin turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi va bugungi kunda bir qancha yangi navlar yaratilyapti. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan ilmiy tadqiqotlarni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida xalqaro moliya institutlari va respublika byudjeti hisobidan jami $1 million va G'allaorol tuman Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutiga 2 milliard so'm mablag' ajratildi. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan bir qanchalar qaror farmonlar ishlab chiqildi. Shundan bizning institutda lalmikor maydonlarida juda samarali foydalanish, ulardan kelgusida bir zamonaviy ilg'or tajribalarni olib borish maqsadida laboratoriyada yangi jihozlar olib keldi. Albatta bu imkoniyatlardan biz foydalangan holda albatta biz olimlarning oldimizda bir qancha mas'uliyatlar yuklanadi. Global iqlim o'zgarishi hisobiga kuzatilayotgan o'sha muammolarni ilmiy yechimlarni topishga biz hozirgi kunda tajribalarni davom ettiramiz. Bu imkoniyatlar olimlar oldidagi yangi ilmiy izlanishlar va zamonaviy yondashuvlarni talab etadi. Bu mablag'lar orqali institutda keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshiriladi. Eski binolar qayta tiklanadi, zamonaviy laboratoriya uskunalari xarid qilinadi va yangi ilmiy sinovlar boshlanadi. Shuningdek, elektr ta'minoti muammolarini hal qilish maqsadida institut hududida quvvati 200 kilovatdan ortiq quyosh elektr stansiyasi o'rnatilishi rejalashtirilgan.